Hozir sizlar bilan birgalikda raspakovka chek qilamiz. Men buni ichidan bittasini reklama qilaman, qolganlarini shunchaki raspakovka chek, chunki boshqalarini hali ishlatib ko'rganim yo'q. Bittasidan rezultat sezdim. Buning uchun krem, buni internetdan so'radim hidini va nafis hidli deb chiqarib berdi. Effektini sezdim degan narsam mana shu sovun. Buni yuzni oqartirib beradigani, buni 3 ta oldik, bittasini ishlatdim va bundan 3 kun ichida effektini bildim. Shu uchun bu reklama. Videoni 3 kun oldin olishim kerak edi, lekin vaqtim bo'lmadi. Shuning uchun buni ichidan sabrim yetmasdan bittasini paketini ochganman. Hozir shu narsani ko'rsataman. Bu krem pudra. Shunaqa model bo'lgim keladi. Yoki nimadir brendlarning ustida rasm turadi-ku. Xo'p. Sorry. Meni kechiringlar. Buni ham ochib ko'rmasam bo'ldi. Oh my god. Bu zapas emas. Kichkinaligini qaranglar. Rosa yoqdi shunisi.